Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun Namangandagi eng baland bino, 22 etajli binoni qurib qo'ygan Castle Town kompaniyasiga mehmonga keldik. Bugun mana shu kompaniyaning rahbarlari bilan gaplashib, sizlarga qurilish haqida ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum Rustam aka. Va alaykum assalom. Do'stlar, Rustam aka mana shu Castle Town kompaniyasining rahbarlari hozir 5,5 gektar maydonga yashil makon loyihasini qurishyapti. Rustam aka, loyiha haqida gapirib bering. Bizning proyektimiz Yangi Namangan shaharchasida 5,5 gektar joyini o'z ichiga olgan bo'lib, hozir bu yerda qurilishi rejalashtirilgan 860 ta xonadondan 80%ni qurib bitkazdik. Qolgan ikkita blogimizda hozir katlavan ishlari birinchisida boshlangan, ikkinchisida loyiha ishlari bormoqda. Hozirda 80% qurilgan binolarimizni 2 ta 12 etajli va 4 ta 9 etajli binolarimiz уже aktivoti bo'ldi. 21 etajli ishlarimizda pardoz ishlari olib borilmoqda. Shu 21 etajli mana 22 etaji ham bor, terrasa qilib aholiga foydalanishga beryapsizlar, to'g'rimi? Albatta. Ideyasi qayerdan keldi buni? Birinchidan bu loyiha biz uchun yangilik, sababi bu yerga biz boshqa proyektda kelganmiz. Qurilish yo'nalishiga urilib ketdi bizning proyektlarimiz. Qaradikki, joy, lokatsiya yaxshi, joy yaxshi, Namanganga kirish joy. Shuning uchun Namanganga kirishga 21 etajli bino chiroyli, o'ziga yarasha ko'rik bag'ishlaydi. Shuni maqsadda bu binoga harakatni boshladik. Yangi Namangan shaharchasida siz qurilishga kirgan paytingizda boshqa quruvchilar umuman yo'q edi-da, birinchi bo'lib kirgansizlar. Albatta. Qaysidir ma'noda cho'l zona bo'lgan bu joy, hech qanaqa qurilish yo'q, bir kelajagini qanaqa ko'rgansiz? Bunaqa zo'r bo'lib ketishiga qanday ishongansiz? Birinchi navbatda viloyatimiz hokimi Shavkat Jandarazakov bizga ishonch bildirgan. Bu ishonchni oqlashligimiz uchun o'z zimmamizga mas'uliyat olganmiz. Birinchilardan bo'lib qurilishni boshladik. Bu harakatlarimiz o'z natijasini berib, mana Xudo xolasa savdolarimiz yaxshi. Lokatsiyamiz birinchi bo'lganligi uchun, qurilishni ikkilanmasdan boshlaganligimiz uchun bizga nisbatan mijozlarimizda ham ishonch ortmoqda. Zo'r. Bu proyektda nimalar reja qilgansizlar? Faqat qurilishmi yoki servis ko'rsatish sohasida yangiliklar ham bo'ladimi? Bu loyihamiz yashil makon, o'z nomi bilan yashil makon hisoblanib, 5,5 gektar joyi 30-35% qismini turar joy binolari tashkil etsa, qolgan 3,5 gektar joylar faqat yashil hudud bo'ladi. Shunga mutanosib hozir mana yashil hudud yaratish maqsadida biz ko'chadan daraxt olmaymiz. Bularni o'z mutaxassislariga taklifini berdik. Ya'ni Kosonsoy o'rmon xo'jaligi, Namangan tuman o'rmon xo'jaligi va Farg'onada Quva o'rmon xo'jaliklari bilan shartnomalar qilib, ushbu davlat tashkilotlaridan eng noyob daraxtlarni yetkazib olib kelib bu yerga o'tkazishga harakatdamiz. Ko'ryapman, proyektda avtosalonlar bor. Korzinkani olib kelamiz degan rejalar bor. Yana qanaqadir restoranlar qilmoqchi edinglar. Albatta, bu gapingiz to'g'ri. Hozir albatta bu o'zi shaharcha ichida shaharcha hisoblanganligi uchun shu yerda yashovchi, shu hududda turuvchi yoki bu hudud mehmonlariga servis xizmatlari, ijtimoiy sohalar yaxshilash maqsadida birinchi navbatda bu yerga Korzinka, ya'ni savdo markazi, ikkinchidan bolalar bog'chasi, uchinchidan avtomobil savdosini yo'lga qo'ymoqchimiz va servis xizmati albatta bu yerda bo'ladi. Kafelar, restoranlar ishga tushadi. Boshqaruv servis kompaniya ham o'zinglarniki mana shu xizmat ko'rsatadi. Albatta, bu gapingiz to'g'ri. Biz boshqaruv servis o'zimizda qoladi. Sababi bu yerdagi ijtimoiy soha balki savdo markazlarini o'zimiz xalqqa xizmatini tashkil etamiz. Zo'r. O'sha betda nechta xonadon bor? Bu yerda umumiy xonadonimiz soni 867 ta. Shulardan hozir 80% desak 620 tasi tayyor. Qolganlari qurilish jarayonida. Adashmasam, kecha sotuv bo'limidagilar aytib qolishdi, bir 150 tacha xonadon qolgan, xolos sotilmagan deb aytishyapti. Qanaqa qilib shuncha xonadon sotib tashladinglar? Bizni albatta ilgaridan gapiramiz, bizda prinsip bor, biz katlavandan sotmaymiz. Mijozimizga ishonch hosil qildirishlik uchun katlavanni kavlab, birinchi, ikkinchi, uchinchi etajlarni ko'tarib, mijoz o'ziga ishonch hosil qilgandan keyin bu quruvchi haqiqatda qurar ekan degandan keyin sotamiz. Albatta bu mijozlari ishonchini oqlaganimizdan dalolat. G'ish qayerdan olib kelyapsizlar? Megatonmi? O'zimizda Chustda prezidentimiz
ochib bergan Megaton zavodi bor. O'sha yerdan Megaton zavodi bilan shartnoma qilganmiz. Ular bilan shartnoma asosida yetkazib kelib, shu g'ishtlardan ko'taryapmiz. O'sha ayrim quruvchilarda kuzatyapman o'zim. Ko'p qavatli uyga o'sha konditsioner ham o'rnata olmasdan devorlari o'sha nurabishda noto'g'ri g'isht tanlab qo'ygan. Shu sizlar mana zavod haqiqiy ishlab chiqarilgan. To'g'ri gapingiz. Zavod bilan shartnoma qilishligimizdan maqsad birinchi navbatda sifat. Sifat bu g'ishtlar albatta sinovdan o'tkazib, o'zaro zavod xodimi bilan bizni bu yerdagi ishchilarimiz sinovdan o'tkazishdi. O'sha aytilgan, siz aytgandek, o'sha mixlar, boshqa narsalar qo'yib ko'rildi. Bu narsa talabga javob berdi. Shundan so'ng biz bu qurilish ishlariga bu g'ishtni yo'naltirdik. Zo'r. Hozir adashmasam yangi blokingizni qurilishini boshladinglar-a? Albatta. Hozirda o'sha yangi qurilayotgan 12 etajli turar joy majmuamiz 160 ta xonadondan iborat. Bulardan 154 tasi sotuvga qo'yiladi. Bu xonadonimizning afzalligi oldingi 12 etajligimiz singari albatta 12 etaj, 13-etaji mansard bo'ladi. Bu ya'ni nima? Bu 13-etajni shu joyda turuvchi xonadon egalariga umumiy foydalanishga topshiramiz. Umumiy foydalanish uchun barcha shu yerdan sotuvga amalga oshirgan mijozlarimiz foydalanishi mumkin. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir mana shu proyektlari ichida nechta odam ish bilan ta'minlanyapti? Hozirgi kunda proyektimiz ichida hozir 24-7 ish tashkil etilgan. Xo'p, 350 dan ortiq ishchilar ish bilan ta'minlangan. Rustam aka, adashmasam 9 etajli binodan o'zingizlar ham xonadon olganinglarni aytishuvdi. O'zingizlar ham aholi bilan yashaysizlarmi endi chetda? Albatta, nimagaki o'zimiz bu xonadonlarda yashamasak, biz mijozlarimizni qanday ishontiramiz? O'zimiz ham 9 etajli binolardan shaxsan o'zim shu yerda xonadonim bor, 3-etajda. Xohlasangiz ko'rsatamiz kirib. Bu nimaga sabab? Ana shu yer rahbari sifatida shu xonadondan o'zi foydalanyapti degan gap bo'lishi kerak, mijozlarda ishonch bo'lishi kerak. Bu yerda xudo xolisa muammo bo'lmaydi. Muammo bo'lgan taqdirda nimaga o'zim bu yerdan oldim? Sababiki shu xonadonlarda yashayotgan xonadon egalari nima muammo his qilsa, men ham shuni his qilishim kerak. Demak, muammo bo'lsa, men o'zim bilan birga muammoni his etaman, tezda bartaraf etiladi. Endi nima rejalar? Mana katta proyektlar qurib tashlabsizlar, undan keyin ham rejalar katta bo'lsa kerak. Albatta, mana proyektimizni birinchi bosqichini amalga oshirdik. Xudo xolasa yaxshi, savdolarimiz yaxshi. Keyingi rejalar yangi lotlarimiz bor. U yerda ham Prezident maktabining oldida joyimiz bor. Shu joyga yangi turar joy binolari qurish. Bu yerdagi proyektimiz ham shu singari katta hisoblanadi, ya'ni 860 ta xonadondan iborat bo'ladi va birinchi etajlari savdo markazlari hisoblanadi. Bu ham keyingi proyektlarimizdan biri hisoblanadi. Do'stlar, Rustam aka o'zlarining proyektlarini 22-mart kuni 20:00 da katta onlayn taqdimot qilib beryapti ekanlar. Pastdagi havolani bosib qo'shilib olinglar Telegram kanallariga va xuddi shunaqa sifatli eng zo'r Namanganda bo'lib turgan uylardan xonadon xarid qilib olinglar.